Har bir inson hayotda o'zgacha qabul qiladi va o'zgacha yashashga harakat qiladi. Biz ko'pincha shunday qilamizki, hammamiz bo'lmasa ham o'rtamizda shunday insonlar borki, qorni och inson ustidan masxara qilishga harakat qilishadi. Go'yoki ularda bir umr qorni to'q bo'ladi, bir kunmas bir kun ularda o'zini qorni och bo'lib qolishini hech xayoliga ham keltirmaydi. Yana shunday bo'ladiki, cho'ntagida puli yo'q insonlarni ustidan masxara qilishni yaxshi ko'rishadi. Go'yoki ular bir umr boy badavlat bo'lib yashashadi. Yana shunday bo'ladiki, qalbini kimdir og'ritgan, qalbiga ozor bergan insonlar ustidan ham masxara qilinadi. Go'yoki sizni hech kim qalbingizni og'ritmaydi. Siz bir umr shunday bo'lib yashaysiz-da. Sizni qalbingizga hech kim ozor bermaydi. Siz mana bunday uch toifadagi insonlardan qo'rqishingiz kerak. Chunki deganda ularni hayot yiqitgan va qayta turg'izmoqchi. Siz qanday yiqilganingiz bu hech kimga qiziq emas. Siz qayta turishingiz hammaga qiziq. Ular qayta turganda bilasizmi? Ular arslon kabi qayta oyoqqa turishadi. Ularni ustidan masxara qilganlar keyin pushaymon bo'lib qolishadi. Qorni och inson ustidan kulmang. Cho'ntagida puli yo'q insonni ham ustidan kulmang. Qalbi og'rigan insonni ham ustidan kulmang. Chunki deganda bunday insonlar qayta turgandan keyin yoki sizdan qasd oladi, yoki bo'lmasam sizdan shunchalik yuqoriga ko'tarishga harakat qiladiki, hattoki o'zingiz qoyil qolasiz. Biz hammamiz insonmiz. Hammamiz teng huquqli insonmiz. Hammamizning ko'zimiz, burnimiz, og'zimiz, quloqimiz bor. Shuning uchun bir-birimiz ustimizdan masxara qilish sizga va menga emas.